nechinchi keldi? Siz mana bu xonadan chaqirdilar. Hamma joyimda og'riq borda. Singlim, siz nechinchi marta kelyapsiz? Birinchi marta kelyapsiz. Kimni navbati? Akajon, meni navbatim edi. Yuring otam. O'tiring qani. Ya bismillah. Ha otam. Qayerdan keldingiz? Men Buxorodan keldim akajon, Buxoro Sharifdan keldim. Ye, barakalla, barakalla. Qani, turingchi bir. Ya bismillah. Tik turing. Sabr qiling ozgina. Chiding. Ozgina chiding. Qani bismillah. Voy, kuchli ekan-ku. Bormi og'riq? Bor. Men shu oyog'im juda og'riyapti. Sizni muammongiz yuragingizda ekan. Bormi og'riq? Bor aka. Muammongiz yuragingizda ekan. Hamma qon tomirlaringizdagi qonlaringiz yaxshi yurishmayapti-da. Hozir to'xting. Bo'tam, endi ketavering siz. Xudo xohlasa 3 kunda otdek bo'lib ketasiz. Og'riq qolyapti-ku bular. 3 kunda yaxshi bo'lib ketasiz. Qani? Yaxshi aytib oling. Ey otam. Otalar. Aba berib ketmaydilarmi? Akaylim, 3 kundan keyin, ana shundan keyin oyoqlarimning og'rig'i kuchaydi. Tushunarli. Ha, o'tingchi kasalligingizni aniqlaylik. Tepaga qarab yota olasiz. Qo'lingizni yonga tushirib oling. Ikkala tizingizda og'riq bormi? Oyog'ingizni, tizingizni bukmasdan turib, oyog'ingizni bor kuchingiz bilan tepaga ko'tarasiz. Bunisini ko'taring. Qattiq. Sal bukamiz. Shu holatda tizingizni o'zingizga tortasiz. Bor kuchingiz bilan. Yaxshi. Tepaga ko'taring. Bo'ldi. Bunisini o'zingizga tortasiz. Mana tegini tepaga ko'tarasiz. Yaxshi. Bo'ldi, qo'yamiz. Tizzalaringiz chashkasi, stabilizatsiyasi yo'qolgan. Ikkinchidan, tizza atrofidagi muskullar ishlamayapti. Bu bo'g'imdagi deformatsiya, ya'ni artrozni belgisi. Ikkinchidan yuqoriga o'xshayapti, chunki harakat paytida ichida sinovial suyuqligi yo'q. Siz shu holatda yon tarafga itaring oyog'ingizni. Sizni ko'p qiynamoqchi emasman, chunki og'rig'ingiz juda ham kuchli. Tilmurat aka, men tabib yurib charchadim. Men to'liq sizga ishonaman aka. Natijalaringizni ko'rib kelyapman aka. O'zim davolayman. 3D korreksiyasi bilan davolab ketaman uni. Bitta o'tfingiz o'zini korreksiya qilganim hisobiga ikkita oyog'ingizga ham muskullaringizga kuch keldi. Endi hozir bitta turib yurib, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Og'rig'ingiz qanchadir miqdorga kamaygan bo'lishi kerak. Qo'rqmasdan qaddingizni ko'tarib, bemalol yuring. Ancha yengillashdi oyog'im. Hozir faqatgina tizza atrofidagi muskullarni kuchini keltirdik. Hozir yana ham polniy tanadagi muskullarni kuchini ko'paytirganimizdan keyin bundan ham yaxshi ahvolga kelasiz. Yo'q, bugundan boshlaymizmi olajani? Bugun Zoga bilan 4 kun lecheniya qilamiz. Xudo xolasa zoga qilasiz. Gap yo'q, Tilmurat aka. Kelishdik. Lecheniyani boshlashimizdan oldin faqat menga siz o'sha borib kelgan tabibingizni adresini berasiz. Men bir bor bularga dars o'tib kelay. Bo'ldi aka, men 5 kun shu odamman. Sizga lokatsiyalarini aytib qo'yaman. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Lutfiy ko'chada joylashgan 3 etajli do'konini avvalida aka. Bo'ldi. Ta'zirini bermasangiz qarang aka. Xudo xolasa. Tabibxona chetdami? Aka, qayerga ketyapsiz? Navbatga turing, men oxirgisi. Marhamat. Kengisi kim? Yuring, marhamat. Xudoga shukr. Bugungi smenalar ham tugadi. Ya, tabib. Meni ko'rib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Kuchli og'riq bilan kelganman. Ikkalasi xudo xohlasa charchadik endi. Xudo xohlasa ertaga yaxshi bo'ladi. Ularning juda ham kuchli ta'sir. Aka qo'ying, ertaga. Xizmat haqqingizdan qochmayman. Xursand qilaman. Ha, otam, yuring. Bir ko'rib qo'yaylik sizni ham. Ana. Ha, otam, qayerdan keldingiz? Toshkentdan? Barakalla. Qayeringiz og'riyapti o'zi? Qo'lingiz teggan joy hammacha. Yo'q, qani bir turingchi. Ya bismillah. Dardingiz og'irmi deyman-da? Ya bismillah. Bormi og'riq? Yo'q. Yo'qmi? Barakalla. Hozir. Bundan yaxshi qo'yaman. Endi-chi, yaxshimi? To'g'risini aytsam, taqsir, meni hech qanaqa og'rig'im yo'q. Nimaga keldingiz unda?
Men Rahmatullayev Elmurod kineziologman. Eshitganmisiz? Bu Rahmatullayev Elmurod Muzaffarovich. Kinezologiya sohasida 14 yildan beri odamlarga hech qanday ukol va dorilarsiz shifo topishlariga yordam berib kelmoqdalar. Germaniyaning Düsseldorf shahrida, Xitoyning Guanzhou, Rossiyaning Moskva, Qozog'istonning Almaty shaharlarida o'qib, malaka oshirganlar. Hozirgi kunda Samarqand shahrida va Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Rahmatullayev neyrokinezologiya klinikalarini yuritib keladilar. Shu kungacha O'zbekiston Milliy paralimpiya assotsiatsiyasi va ko'plab xususiy klinikalarda o'z ish faoliyatlarini olib borganlar. Men odamlarga haqiqiy davo ulashaman. Mani o'zimni Namanganda, Samarqandda, Toshkentda klinikalar. Ana o'sha yerda minglab odamlarni tabiiy yo'l bilan davolaymiz. Xo'p. Sizga o'xshagan mashinniklar odamlar uchun pul uchun vijdonini sotib olib, har xil giyoh yoki mana bunaqa qo'lni tekkizib qo'yib davolashga o'tib ketyapti. Nima deganing bu? Qanaqa mashinniklar? Jiyan nimalar deyapsan? O'tirchi qana bu yoqda? Nimalar deb deyapsan o'zingcha? Sen meni kimligimni bilasanmi? Meni O'zbekiston biladi. Meni kimligimni bilishni xohlasang, men davolagan odamlarni ko'rgin. Nechta odamlar rozi bo'lib chiqib ketgan bu yoqdan. U davolagan odamlaringizni hammasini bilaman. Kimlarni bilasan? Hammasi o'zingizga o'xshagan aktyor mashinniklar. Nimalar deyapsan ey bola? Mana Alloh bergan kuch bilan, mana shu qo'l bilan davolayman men. Allohning izni bilan shu qo'lim bilan davolayman men tabiiy bo'lib. Odamlarni dardiga shifo keltirganman. Shuncha odamlar bizdan rozi bo'lib ketgan. Hammasi pul uchun sotilganda, qolganlari sodda xalq kelyapti san oldinga. Nima deb o'ylaysan? Qo'lingda nima bor? Qanaqa davolayman deb o'ylaysan? Qo'limda energiya bor, kuch bor. O'sha energiya bilan davolayman men odamlarni. Salla uchun energiya faqat pul. O'zingdan ketma bola. Qo'lingdan nima keladi? O'tam, o'zingni bos. Hozir shunaqa davolab qo'yaman. Chiroyli chiqib ketib qolasan shu yerdan. Boshimni ushlasang, prichoskamni buzasan. Yoki yelkamni ushab, kiyimimni g'ijim qila olasan. Boshqa hech nima qila olmaysan. Xohlaysanmi, hozir to'liq davolab qo'yaman seni. Qani davola. Qani, turchi? O'zingdan ketma, nima bo'ldi? Menga qara, senga o'xshagan lo'ttovozlar ko'payib ketyapti. Agar yana bir marta tabiblik qilganingni eshitsam, yoshingga ham qarab o'tir. Urmoqchimisan? Mana shunaqa holatlar bo'ldi u bilan. Endi menimcha boshqa tabiblik qilmasa kerak. Juda ham zo'r ish qilibsiz aka. Buxoroda ham bitta shunday ilgirchi borda aka. Uni ham oldiga borib bir adabini bermasangiz bo'lmaydi. Ilgir? Go found